Salam sizlar bilan ve yangi videomga hoş geldinizlar. Bugün sizlar bilan Survival'da oynayamiz 3. qismi. Qachondan beri video olmay qo'ydim do'stlar, kechirasizlar, ishlar ko'p bo'ldi. Shuning uchun ham video ola olmay qoldim. Do'stlar, o'zimman to'g'ri. Do'stlar, men borku, mana bunaqa qishloqda topdim. Kim bilmasa, agar bilmasangiz, yo'q xorrumi. Yo'q. Tamam, men bilan o'ynashma. Do'stlar, bilsangizlar, ana u ismi kim? Viko degan tanishingiz bor bo'lsa, Roblox o'z yozib ko'ringlar. Bitta olmos kiyimda hozir ko'rsataman. 1 minutdan so'ng ko'rsataman do'stlar. Ismi va o'zini. Do'stlar, juda ham zo'r videolar chiqaradi. Hozir ko'rsatib o'taman uni ham. Davay hozir ko'rsataylik. Tinch o'ynaymiz. Bitta yopib qo'yaylik. Respekt. Menda ovqat bor. Zombining go'shti bor menda, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Do'stlar, mana qaranglar. Mana qaranglar. YouTube'ga kirasizlar. Mana YouTube'ga kirasizlar. Roblox o'z hozir yozib ko'rsataman. Mana albatta Roblox mana bu 14 podpisчик, 30 video. Ko'rdinglar-ku, mana bu. Mana shu bu. Do'stlar, ko'rdinglar-ku hozir. Mana shu Roblox o'z 29 videoga. Mana ko'rdinglar-ku, mana buni qaranglar. Shu qishloqdaman men ham. Shunaqa qishloq topganman men ham do'stlar. Mana zo'r videolari bor, ko'ringlar. Mazza qilinglar. Mana mening kanalim turibdi. Do'stlar, mana 17 podpisчик, 11 video. Lekin mana bu videoga kanalga ham obuna bo'linglar. 29 videoga 14 podpisчик. Menda 11 videoga bilasizlarmi qancha podpisчик? 17 podpisчик. Hozir 12 bo'ladida. Lekin bir-birda do'stlar, qaranglar. Menda shunchalik ko'p. Do'stlar, shuning uchun menga ham mana bu Roblox o'zgadan shortslardan bor. Roblox o'zgadan obuna bo'linglar. Menga ham mana bu zapis. Mana bu ham bor do'stlar, ishonmasangiz ko'ringlar. Qani, nini boshlaymiz unda. Ketdim. Do'stlar. Do'stlar, videoga like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Iltimos, bizlarga juda ham muhim. Chunki hali menda uning lisi yo'q. Blogerlar qotib qoldi. Blogerlarning nimasi yo'q, nima edi? Knopka. Narsa yo'q hali menda do'stlar. Shuning uchun tezroq menga obuna bo'linglar. Men ham olgandan keyin sizlarga kattakon rahmat deb qolaman do'stlar. Olgandan so'ng do'stlar kattakon rahmat degan bo'lardim. Shuning uchun gul yaxshimi? Esabimda shu ishlarni sindirib tashlayman. O'zimda ish kerak. Daraxt chopib keling do'stlar. Lekin bu oralarda daraxt bo'lmaydi. Creeper.
portladi. O blok. Lekin do'stlar. Yo qotyapti yana. Bu qishloq tashlab ketsammikan deb turibman. Hozir 1 minut do'stlar, 1 minut. Mana do'stlar qaytdim. Hozir 5-minut ekan. 5 minutdan so'ng video tugaydi. Tezroq shuning uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Mening uyim qani? Temirchi uyi qani? Mana o'tib ketibmiz, shu yerdan chiqdik. To'g'rimi? Ana endi boshqa server o'ynasakmikan deb turibman. Lekin qiziq bo'lmay qolishi ham mumkin. Mana bularni juda ham yomon ko'raman. Menda yotoq yo'q, chunki kecha rivojlanib boshladim. Bunda bunaqa ana ularni topib, sunduqlarni topib, mana bunaqa zo'r qishloq topib, birinchi marta o'zim Vijvaniyada 29-30 marta ni tovushim o'zim ni tovushim qishloq. Do'stlar, nima ishlasak bo'ladi mana bu yerdan qaranglar. Do'stlar, kommentariyada bir narsa realning fanatimasizlar, Barsanikmi? Halaganingizni yozib qo'yinglar. Lekin unchalik emas. Chunki do'stlar, Realni fanati bo'lganlar obuna bo'lamiz. Barsa fanati bo'lganlar like bosamiz. Agar Manchester City bo'lsangiz, yuborib qo'yamiz. Keyin nima Manchester United bo'lsangiz, United United shu bo'lsangiz kommentariyada yozasizlar. Do'stlar, hozir 7-minut, 3 minutdan so'ng do'stlar video tamom bo'ladi. Qani tezroq bo'l. Ketdimi? Men kutib o'tirmayman bunaqa. Creeper bor ekan. Creeper. Skelet yurtda. Odamda yonib ketadi, ular skeletim yonib ketadi. To'g'rimi do'stlar? 7:37. Haligacha 3 minut bor. 3 blok mana. 1 2 3. Mana bu balandligini qo'shsak 4 do'stlar, ichim qisib ketdi. Sizlarniki qismamang. Ko'ringlar. Juda ham zo'r videolar bor. Videolar jukki. Tukun. Mana do'stlar, qaranglar, texnologiya. Qarang, temirim yetmay qolganda do'stlar, texnologiya. Oltinim bor ekanda, oltindan bosh kiyim yasab oldim men. Texnologiya. Mana bu oyoq kiyimlarga yetdi. Temirim keyin otinima mana bularga nima yetdi? Ismi nima? Oltin do'stlar tez sinadi. Shuning uchun oltin bir narsa yasab qo'yaverik. Yana bitta ne bor menda? Qaranglar. Mana bu bittasini yasab yuborgandim qani. Yo'q bo'lib ketdi do'stlar. 9 1 minutdan keyin tezroq bo'linglar do'stlar. Obuna va like tugmasini bosib qo'yinglar. Mana buni olsammi? 30 bitta ishlab bo'ladi ekan. Olamizmi? Yoki yo'qmi? Olavering. What the heck is this? Necha bo'ldi? Oh my god, bir stego 29. Nima? Tezroq bo'linglar. Yarim minut, yana yarim minut qoldi do'stlar. Shuning uchun tezroq obuna bo'linglar. Ko'rsatib o'tgan kanalimga do'stlar tezroq. Sizdan bitta imkoniyat qolgan do'stlar. Sizlar bilan bugun hozir mana o'zim Steve yana videolarimizda ko'rishguncha xayr.
deb qolaman, chunki mana do'stlar ko'rishingiz mumkin 18. Do'stlar yana videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolardim. Do'stlar xayr. Obuna, like tugmasini bosib qo'yinglar.